Umumiy variantlar. 4-variant test tahlili. 31-savol. Jinoyat kodeksiga ko'ra quyidagilardan qaysilari voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanilmaydi degan mazmundagi savol. Demak, jinoiy jazolar qayd etilgan bu yerda. Aynan qaysi jinoiy jazolar voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas. Bu yerda demak, muayyan huquqdan mahrum qilish chorasi voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanilmaydi hamda intizomiy qismga jo'natish voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. O'tir. Xo'p, 2 bilan 3 javobi bejavob, to'g'ri javob hisoblanar ekan. Aynan e'tibor qaratishimiz kerak. 32-savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bankdan kredit olingan va mana shu kreditni to'lamaganligi uchun aynan shaxsni yaqin qarindoshiga telefon qilib bankdan qarzi borligi to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilishgan. O'zi sir bilan bog'liq bo'lgan holatlar endi shaxsiy huquq hisoblansa-da, lekin biz bunday testlarni ishlash jarayonida aynan konstitutsiyaga yozilgan normalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Aynan bank hisob varaqalari, omonatlarning sir saqlanishi aynan iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy huquqlarda nazarda tutilgan edi. Shuning uchun ham biz bu savolga D javobni belgilashimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, 33-savolda davlat bayrog'i, tashrif chog'ida, ya'niki boshqa davlatlarning rahbarlari tashrif buyurganda, aynan tashrif buyurishidan qancha vaqt oldin ko'tarilishi to'g'risida savol berilibdi. Bilamiz, albatta 24 soat oldin ko'tariladi. Ular jo'nab ketganlaridan so'ng 24 soat mobaynida tushirib qo'yiladi. Esingizdan chiqib ketmasligi shart. 34-savol. Ratifikatsiya qilingan O'zbekiston qo'shilgan xalqaro hujjatlarga e'tibor qaratamiz. Demak, biz qaysi xalqaro hujjatlarga qo'shilganmiz yoki ularni ratifikatsiya qilganmiz? Xo'p, bunday savolda demak 34-savol xalqaro madaniy hamkorlik tamoyillari to'g'risidagi deklaratsiyaga qo'shilganmiz hamda rivojlanish huquqi to'g'risidagi deklaratsiyaga qo'shilganmiz. Albatta bu deklaratsiyalarni ratifikatsiya qilib bo'lmaydi. Endi deklaratsiya ratifikatsiya qilinadigan hujjat hisoblanmaydi. Chunki u O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnoma hisoblanmagan xalqaro hujjati hisoblanadi. Tushunarli? Xalqaro shartnoma hisoblanmagan xalqaro hujjati hisoblanadi. Shuning uchun ular ratifikatsiya qilinmaydi. Shuning uchun savolda ham biz aytib qo'yganmiz, ratifikatsiya qilingan, ya'ni qo'shilgan deya kiritib qo'yganmiz. 35-savol. Inson tarbiyasining darajasi boshqani huquqini hurmat qilish bilan belgilanadi deb aytilgan ibratli fikr. Bu Muhammad Kamol Pilov tomonidan aytilgan fikr hisoblanar ekan. 36-savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fuqarolik huquqidan tushgan savol. Fuqarolar o'rtasidagi qarz shartnomasi agar bu qarzning summasi bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan ortiq bo'lsa, oddiy yozma shaklda tuzilishi shart. Bu noto'g'ri ma'lumot. Agarda bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan ortiq bo'lsa, oddiy yozma shaklda tuziladi bu shartnoma. B javobda agar qarz shartnomasidagi taraflardan biri yuridik shaxs bo'lganda, qarz summasidan qat'iy nazar u 1 so'm bo'lsa ham, u 10 so'm bo'lsa ham, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari, 1 baravari bo'lsa ham farqi yo'q. Albatta yozma shaklda tuzilishi shart. Shuning uchun 36-savolga B javob to'g'ri javob hisoblanar ekan. Demak, seni xatoligini ko'ramiz. Foizsiz qarz summasi qarz olish tomonidan muddatdan oldin qaytarilishi mumkin emas deyilibdi. Aksincha qaytarilishi mumkin. Davlat zayomi shartnomasi bo'yicha fuqaro va yuridik shaxs qarz oluvchi, davlat esa qarz beruvchi bo'ladi deb aytilibdi. Aslida davlat zayomi bu teskari tushuncha, aynan shu holatda yozilganidan ko'ra teskari tushuncha. Ya'ni davlat zayomida davlat qarz oluvchi bo'ladi, fuqarolar esa bu yerda qarz beruvchi sifatida ishtirok etishadi. Shuning uchun 36-savolga B javob to'g'ri javob hisoblanar ekan. Xo'p, keyingi savol 37-savolga e'tibor qaratamiz. 37-savol. G'oyalar arzon mahsulotlardir. G'oyalardan ko'ra ularni ro'yobga chiqarish qimmatliroqdir deya Michael Dell aytib o'tgan ekan. 38-savol. Venn diagrammasiga oid bo'lgan savolga e'tibor qaratamiz. Demak, Venn diagrammasi. Venn diagrammasiga mos bo'lgan ma'lumotlar Oliy sud va sudyalar Oliy kengashiga oid bo'lgan ma'lumotlar va ularni birlashtiruvchi ma'lumotlar so'ralibdi. Sudyalik lavozimiga nomzodlarni tanlov asosida tanlashni tashkil etadi. Albatta bu sudyalar Oliy kengashiga tegishli bo'lgan ma'lumot hisoblanar edi. Keyingisi rais, uning o'rinbosari prezident taqdimiga binoan senat tomonidan 5 yil muddatga saylanadi. Bu 3-ma'lumotga to'g'ri keladi. Haqiqatan Oliy sud raisi ham, sudya Oliy kengashining raisi ham prezident taqdimiga binoan senat tomonidan 5 yillik muddatga saylanadi. O'z faoliyatini faqat qonunga bo'ysungan holda mustaqil ravishda amalga oshirilishi ham birgalikdagi ma'lumot hisoblanadi. Ikkalasi ham mustaqil tashkilotlar hisoblanadi.
D javobda fuqarolik, jinoiy, iqtisodiy va ma'muriy sud ishlarini yuritish sohasi sud hokimiyatining oliy organi hisoblanishi. Bu albatta oliy sudga tegishli bo'lgan ma'lumot hisoblanar ekan. Xo'p, keyingisi sudyalar korpusini shakllantirishni sud hokimiyati mustaqilligining konstitutsiyaviy prinsipga rioya etilishini ta'minlaydigan organ bu sudyalar oliy kengashi hisoblanadi va quyi sudlarning sudlov faoliyati ustidan nazorat olib borish huquqiga ega deb aytadigan bo'lsak, bu oliy sudga to'g'ri kelar ekan. Demak, to'g'ri javoblarimizda D, F, A, E, B, S bo'lish kerak. D, F, A, E, B, S. D, F, A, E, B, S demak to'g'ri javob A javob hisoblanadi. 38-savolga. 39-savol Konstitutsiyaning davlat suvereniteti bobiga oid bo'lgan javobni aniqlang deb so'rabdi. Xo'p. Davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlab, konstitutsiya va uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan organlar tomonidan amalga oshiriladi deya bu 7-moddada aytilgan. 7-modda esa 2-bobga kiradi. Biz olmaymiz. Davlat suvereniteti bobi 1-bob. Birinchi normani olmaymiz. 2-norma davlat xalq irodasini ifoda etishi bu albatta 2-modda. Biz olamiz buni 1-bobga oid deya. Keyingisi millat va elatlarning tillari, urf-odatlarini rivojlanishi uchun, hurmat qilinishi uchun sharoitlar yaratishi 4-moddada qayd etilgan. 4-modda bo'lganligi uchun, demak, 3-bandda yozilgan norma ham davlat suvereniteti bobiga oid bo'ladi. 2 bilan 3 javobini bejavobga belgilar ekanmiz. Xo'p, 40-moddada o'zi holatga e'tibor qaratamiz. Axborotni izlash, olish va tarqatishga bo'lgan huquqni cheklashga yo'l qo'yiladimi? Ha, yo'l qo'yiladi. Aynan savol berasiz, qaysi holatda yo'l qo'yiladi shu axborotni izlashda, olishda yoki tarqatishda bo'lgan huquqni qaysi holatda cheklaydi desa, ana shu savolingizga javob bo'ladigan qismi bu gipoteza hisoblanadi. Aynan ostiga chizib ko'rsatilgan qism bu yerda gipoteza hisoblanar ekan. 41-savol to'g'ri berilgan ma'lumotni aniqlaymiz. Jinoyat protsessual kodeksining 28-moddasiga ko'ra. O'zbekiston Respublikasida jinoyat ishlari bo'yicha odil sudlovni Oliy sud amalga oshiradimi? Albatta. Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi amalga oshiradimi? Albatta. Viloyat va Toshkent shahar sudlari amalga oshiradimi? Ha. Va yana bir sud, quyi sud, bu jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari amalga oshiradi va albatta harbiy sudlar ham jinoyat ishlari bo'yicha ishlarni amalga oshiradi. Birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Xo'p, kassatsiya instansiyasi sudi birinchi instansiya sudining qonuniy kuchga kirmagan hukmlari va ajrimlari ustidan berilgan shikoyatlar bo'yicha ishlarni ko'rib, hukm yoki ajrim chiqaradi. Bu xato ma'lumot. Chunki kassatsiya instansiyasi birinchi instansiyaning qonuniy kuchga kirmagan hukmlari ustidan emas, balki qonuniy kuchga kirgan hukmlari ustidan aynan shikoyatlar bo'yicha ishlarni ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Agarda birinchi instansiyada hukm kuchga kirgan bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat berish mumkin. Hukm hali kuchga kirmagan bo'lsa, apellyatsiya tartibida shikoyat berish mumkin bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot shuning uchun xato ma'lumot hisoblanadi. Uchinchi ma'lumot taftish instansiyasi sudi birinchi instansiya sudining apellyatsiya yoki kassatsiya tegishli taftish instansiyasi sudida ko'rib chiqilgan hukmlari va ajrimlari ustidan berilgan shikoyatlar bo'yicha ishlarni ko'rib chiqadi. Hukm, ajrim yoki boshqa bir ma'nodagi qaror chiqaradi deb aytilyapti. Bu ham to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. 1 bilan 3 javob to'g'ri javob hisoblanar ekan. 4-inchisi birinchi instansiya sudi jinoyat ishi bo'yicha hukm yoki ajrim chiqarish huquqiga ega emas. Qaysi instansiyada bo'lishidan qat'iy nazar ular hukmlar va ajrimlar chiqaradi jinoyat ishlari bo'yicha albatta. 1 bilan 3 javobi to'g'ri javob bo'lar ekan. Er-xotin o'rtasida aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv mavjud bo'lmagan hollarda er yoki xotinga sud tartibida undirib beriladigan aliment miqdori bazaviy hisoblash miqdorini, demak, umri 75% dan kam bo'lmasligi kerak. B javob to'g'ri javob sifatida belgilanadi. 43-savol yakuniy xulosa aynan ombudsman faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Saylanish kuni 25 yoshga to'lgan. Bu xato ma'lumot. Ombudsman lavozimida bo'lgan shaxs 30 yoshga to'lgan bo'lishligi kerak. Birinchisini biz noto'g'ri sifatida belgilaymiz. Ikkinchisi, ombudsman Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senat tomonidan 5 yil muddatga saylanadi. Bu to'g'ri ma'lumot. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatning ombudsman saylash to'g'risidagi qarori Oliy Majlis palatalari majlislarida tegishincha Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a'zolari umumiy sonning kamida 3dan 2 qismi ovozi bilan qabul qilinadi. Bu yerda xato ma'lumot. Bu yerda
yarmidan ko'pini ovozi yetarli. Xo'p, biz buni noto'g'ri ma'lumot deb belgilaymiz. 4-si ombudsman lavozimiga nomzod O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari ko'rib chiqishi uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan kiritiladi. Bu to'g'ri ma'lumot. Haqiqatdan ham nomzodni prezident kiritadi. Ombudsman siyosiy partiyaga a'zolikni to'xtatib turishi yoki tugatishi shart. Bu ham to'g'ri ma'lumotdir. Demak, noto'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri javobini olishimiz kerak. Xo'p, bunday javob esa C javobimizda turgan ekan. Noto'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri, to'g'ri javobi C javobda. 43-savolga javob C javob bo'lar ekan. 44-savol. Xo'p, majburiy jamoat ishlari quyidagi qaysi toifadagi shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi? Majburiy jamoat ishlari kimlarga nisbatan qo'llanilmaydi? Javobda 18 yoshga to'lmagan shaxslarga deyilibdi. Bu xato ma'lumot. Chunki majburiy jamoat ishlarini bilamizki, voyaga yetmaganlarga nisbatan ham qo'llanilaveradi. Shu 60 soatdan 240 soatgacha muddatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi ma'lumotni olmaymiz. Keyingisiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xo'p, harbiy xizmatchilarga nisbatan albatta majburiy jamoat ishlari qo'llanmaydi va chet el fuqarolariga nisbatan majburiy jamoat ishlari jazosi qo'llanmaydi. 2 bilan 4 to'g'ri javob hisoblanar ekan. Xo'p, 45-savolda O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar turkumiga kiradigan jinoyatlarni aniqlashimiz kerak. Demak, O'zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar bu josuslik hisoblanadi. Xo'p, keyingisi qo'poruvchilik hisoblanar ekan va undan keyingisi 6-si 1, 3, 6 javoblari A javob to'g'ri javob bo'ladi. Qolganlari tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar hisoblanadi. 46-savol to'g'ri moslashtirilgan javoblarni aniqlaymiz. Unitar davlatlar. Bu yerda albatta Eron bilan Saudiya Arabistoni unitar davlat hisoblanadi. Argentina va Braziliya bo'lsa federativ davlatdir. Shuning uchun 46-savolga A javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Qilmishning jinoyatligini istisno qiladigan holat. Albatta kasb va xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan asosiy tavakkalchilik bu qilmishning jinoyatligini istisno qiladigan holat hisoblanadi. Hamda jismoniy yoki ruhiy majburlash yoki qo'rqitish natijasida qilmish sodir etish bu demak qilmishning jinoyatligini istisno qiladigan holat hisoblanadi. 1 bilan 3 javobi to'g'ri javob bo'lar ekan. Xo'p, 48-savolda u yoki bu sohadagi davlat siyosatining eng muhim ustuvorliklari, maqsadlari, asosiy yo'nalishlari va vazifalarini amalga oshirish mexanizmlarini belgilaydigan bu normativ huquqiy hujjatlarga ilova qilinadigan bu hujjat turi bu konsepsiya hisoblanar ekan. 49-savol Mehnat kodeksining 218-moddasiga ko'ra quyidagilardan qaysilariga har yilgi asosiy uzaytirilgan ta'til beriladi? Albatta 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga, ya'ni xodimlarga nisbatan. Undan keyingisi birinchi va ikkinchi guruh nogironlariga 2 bilan 4 javobi C javob to'g'ri javob sifatida belgilanadi. 50-savol parlamentar respublika boshqaruv shaklidagi davlatlarni aniqlashimiz kerak. Xo'p, bu yerda Malayziya monarxiya hisoblanadi. D javobni chiqarib tashlaymiz. A javobdagilarning hammasi bular monarxiya boshqaruv shaklidagi davlatlar. Argentina, Braziliya, Meksika esa prezidentlik boshqaruv shaklidagi respublika hisoblanadi. Italiya, Irlandiya va Gretsiya B javob to'g'ri javob hisoblanar ekan. 51-savolda Senatning va Qonunchilik palatasining alohida mutlaq vakolatlari to'g'risida gaplashishimiz kerak ekan. Xo'p, ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini belgilash hamda davlat strategik dasturlarini qabul qilish bu birgalikdagi vakolat hisoblanadi. A bandni olmaymiz. Agarda qaysidir savolimizda A ishtirok etgan bo'lsa, bu xato javoblar hisoblanadi. Bizda to'g'ri javob sifatida C javob qoldi. Va shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93, 94, 95-moddalari orqali bu savolni yana ham chuqurroq tahlil qilish mumkin. 52-savol yakuniy xulosani aniqlaymiz. Qonunchilik palatasi spikeri va uning o'rinbosari yashirin ovoz berish yo'li bilan deputatlar umumiy sonning ko'pchilik ovozi bilan 5 yil muddatga saylanadi. Bu to'g'ri ma'lumot. Xo'p, keyingisi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi spikeri O'zbekiston Respublikasi prezidentining taqdimnomasiga binoan saylanishi bu noto'g'ri ma'lumot. Chunki spikerni emas, balki Senat raisini prezident taqdim qiladi. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi spikeri O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati, boshqa davlat organlari, chet davlatlari, xalqaro va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik munosabatlarida Qonunchilik palatasi nomidan ish ko'rishi bu to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi spikeri va uning o'rinbosari yashirin ovoz berish yo'li orqali Qonunchilik palatasi deputatlar umumiy sonning 3/2 qismini iborat ko'prog'ining ovozi bilan qabul qilingan Qonunchilik palatasining qaroriga binoan muddatdan ilgari chaqirib olinishi mumkin. Bu ham albatta to'g'ri ma'lumot hisoblanadi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri qarorlar va farmoyishlar chiqaradi. Bu noto'g'ri ma'lumot, chunki faqat farmoyishlar chiqaradi, qaror chiqara olmaydi. Xo'p, spiker va uning o'rinbosari yashirin ovoz berish yo'li bilan deputatlar umumiy sonning ko'pchilik ovoz bilan 5 yil muddatga, bu xato ma'lumot hisoblanar ekan. Spikerga alohida muddat belgilamaymiz. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri javob topishimiz kerak. Noto'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri. A javob. Birinchi ma'lumot, Qonunchilik palatasi spikeri va uning o'rinbosarlariga qat'iy 5 yillik muddat belgilamasligimiz kerak. Shuning uchun ham biz bu savolda noto'g'riga aylantirdik. Xo'p, 53-savol. Demak, davlat daromadlari shakllanish va foydalanish tartibiga ko'ra, keyin yuridik xususiyati va shakliga ko'ra qaysi turlarga bo'linadi? Xo'p, markazlashtirilgan daromadlar, soliq to'lovlari va soliqsiz tushumlar. 53-savolda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Endi shakllanish va foydalanish tartibiga qarab markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan daromadlarga, yuridik xususiyati va shakliga ko'ra esa soliq to'lovlari va soliqsiz tushumlarga bo'linar ekan. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tugatish asoslari to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang deb aytilibdi. Lekin bu savolda e'tibor bergan bo'lsangiz, xatolik kuzatilgan biz tomonimizdan. Biz bu yerda to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang degan mazmundagi savolni berishimiz kerak edi. E'tibor qaratib qo'yasiz. Buni olganda savolni bir marta o'qigan shaxs tushunadi-da, buni endi to'g'ri ma'lumotni aniqlang degan savol ekanligini aslida. To'g'ri ma'lumotlarni topamiz. Agar 14 yoshga to'lmagan bolaning ota-onasi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olsa, bu bolaning fuqaroligi o'zgarishi mumkin. Xo'p, bolaning ota-onasi to'g'ri ma'lumot bu. Xo'p, birinchi ma'lumot, 14 yoshga to'lmagan bolaning ota-onasi O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olsa, bolaning fuqaroligi o'zgarishi mumkin. Ikkinchi ma'lumot, ota-onalik huquqdan mahrum etilgan ota-onasining fuqaroligi o'zgarganda bolaning ham fuqaroligi o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu xato ma'lumot, chunki ularning ota-onasi ota-onalik huquqidan mahrum etilgan. Shuning uchun sabab bo'lmaydi. Agar ota-onasidan biri O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olayotgan bo'lsa, boshqasi chet davlat fuqarosi bo'lib qolaversa, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olayotgan ota yoki onaning iltimosnomasiga ko'ra tug'ilgan joyidan qat'iy nazar bola ham O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olishi mumkin. Bu to'g'ri ma'lumot, sababi ikkita tomondan kamida bittasi fuqarolik olyapti. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi beriladi bu shaxsga ham, bu bolaga. To'rtinchisi, agar ota-onadan biri O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olayotgan bo'lsa, boshqasi esa fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lib qolaversa, O'zbekiston xuddi yashayotgan bola O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olmaydi. Xo'p, e'tibor qaratishimiz kerak. Boshqasi esa fuqarolik bo'lmagan shaxs bo'lib qolaversa, O'zbekiston Respublikasi xuddi yashayotgan bola O'zbekiston fuqaroligini olmaydi deb aytibdi. Bu xato ma'lumot. Sababi nimada? Ota-onasidan biri O'zbekiston fuqaroligini olyapti-da, bolaga ham fuqarolik beriladi albatta. Xo'p, fuqaroligini oladi deb aytilishi kerak edi. 1-3 bejavob to'g'ri javob hisoblanar ekan. 55-savol, notariat to'g'risidagi qonun avtomat transport vositalaridan foydalanish yoki ularni tasarruf etish huquqi uchun ishonchnomalarni, ushbu vositalarni boshqa shaxsga o'tkazish, ijaraga berish, ulardan tekin foydalanish, ularni garov, lizing shartnomalarini tasdiqlash to'g'risidagi ma'lumotlarni albatta notarius ichki ishlar organiga taqdim etadi. Xo'p, jinoyatlardan olingan savol. 56-savol, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan vaqtda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoyatlar majmui tariqasida jazo tayinlanganda, bilamizki, bu 12 yil. Yosh toifasiga e'tibor qaratishimiz kerak shunda. Xo'p, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxslar. Xo'p, keyingisi, agar sodir etgan jinoyatlarning bittasi o'ta og'ir jinoyat bo'lsa, bu 15 yil bo'lishi kerak edi. Xo'p, shunda 12, 15, 12 yilgacha, 15 yilgacha 1-4 to'g'ri javob hisoblanar ekan. 57-savol, Fuqarolik kodeksining 733-moddasidan, bu to'g'risida avvalroq gaplashgandik savolda. Agarda fuqarolar o'rtasidagi qarshi shartnomasining miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobardan ortiq bo'lsa, yozma shaklda tuzilishi shart. C javob to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savol, Oila kodeksining 57-58-59-moddalari aka-uka, opa-singil, ularning bolalari, ota-onaning aka-uka, opa-singillari, xullas bular to'g'ri shajara bo'yicha qarindosh hisoblanadi deb aytibdi. Yo'q, bular aksincha yon shajara bo'yicha qarindoshlar hisoblanadi. Ma'lumot xato. Xo'p, aka-uka, opa-singillar bir ota-onadan kelib chiqqan bo'lsa, yot aralashmagan, ota bir ona boshqa, aksincha ona bir ota boshqa bo'lsa, yot aralashgan qarindosh hisoblanadi. B javob to'g'ri javobdir. Er-xotinning ilgarigi nikohlaridan bo'lgan bolalari yon shajara bo'yicha qarindoshlar hisoblanadi. Xo'p,
Er xotinning ilgarigi nikohlaridan bo'lgan bolalari umuman qarindosh hisoblanmaydi. Na ota bir ularda, na ona bir hisoblanishadi. Er xotin va uning yaqin qarindoshlari bilan qarindoshlarning bir-biriga nisbatan munosabatlari, ya'ni qayin bo'yinchilik, xudandachilik o'zaro huquq va majburiyatlarni hech qachon keltirib chiqarmaydi. Kuyovga qaynotadan meros qolmaydi, ya'ni qonun bo'yicha agar vasiyat qilib qoldirmagan bo'lsa, yoki deylik kelin qaynotaga ta'minot berishi shart degan tushunchalar yo'q, ya'ni qayin bo'yinchilik, xudandachilik hech qanday huquq va majburiyatlarni keltirib chiqarmaydi. Qaysi bitimlar haqiqiy emas? Davlat ro'yxatda o'tkazilgan bitim debdi. Bu xato javobligi ko'rinib turibdi. Haqiqiy emas deb topiladigan bitimni aniqlashimiz kerak. Bir raqamni chiqarib tashladik, 2 to'g'ri. Demak, keyingisi oddiy yozma shaklda tuzilgan bitim, ya'ni notarial tasdiqlanmagan bitim. Albatta, notarial tasdiqlanmagan bitimlar ham bular haqiqiy bitimlar bo'laveradi. Xo'p, xato javob ekan, D javob. Faqat notarial tasdiqlashni talab qiladigan bitimlar bor. Notarial tartibda tasdiqlashni talab qiladigan, misol uchun nikoh shartnomasi notarial tasdiqlashni talab qiladi. Va ko'chmas mulk oldi-sottisi bilan bog'liq bo'lgan bitimlar notarial tartibda tasdiqlashni talab qiladi. Xo'p, lekin qolgan misol uchun oddiy do'kondan savdo-sotiq qilganda, ikkita non olganda, unaqa bitimlarni notarial tartibda tasdiqlash shart emas. Izohlarga mos atamalar. Biron bir voqeaning sababi va aybdorni aniqlashga qaratilgan faoliyat. Biror ishni birgalikda amalga oshirish maqsadida birlashgan kishilar hamkorligi, ya'ni o'rtoqlik uyushmasi. Keyingisi mollarni davlatga g'ayriqonuniy yo'l bilan olib o'tish, e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchisi tergov, ikkinchisi shirkat va uchinchisi kontrabanda hisoblanar ekan.